500 dan ortiq o'quvchini 60 kunda xayoliga kelgan gapni ingliz tilida ayta oladigan darajaga olib chiqdim. Ushbu 9 minutlik darsimni 250 mingdan ortiq o'quvchi tomosha qildi. Va men ishlab chiqqan onlayn o'quv dasturimda yana 1,5 mingdan ortiq O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Rossiya, Daniya, Finlandiya, Ruminiya, Polsha, Germaniya, Angliya, Chexiya, Koreya, Yaponiya va hatto Amerikadan o'zbek o'quvchilar qatnashishdi. Ularning orasida biznes egalari, ko'p sayohat qiluvchi insonlar, maktab o'qituvchilari, dekretdagi onalar, davlat korxonasida ishlaydigan xodimlar, maktab o'quvchilari va universitet talabalari bor edi. Ulardagi asosiy muammo grammatika va so'z bilib turib, oz-moz bo'lsa ham hayoldagi gapni ayta olmaslik yoki yoza olmaslik, aytishsa ham yozishsa ham sodda gap bilan cheklanish yoki yodlab gapirish edi. Men esa ularga 60 kunda grammatikaga chuqur sho'ng'imasdan, quruq so'z yodlamasdan xayolga kelgan gapni boricha ayta oladigan darajaga chiqishlariga yordam berdim. Eng qizig'i, o'quvchilar o'z vaqti va tezligiga qarab shug'ullanishdi. Biznes egalari kuniga hech bo'lmasa yarim soat sarflab, safardagi inson o'zi turgan joy vaqtiga qarab, ham oilali, ham ishlaydigan o'quvchilar esa kechasi hamma ishni tugatib, bo'shaganlardan keyin shug'ullanishdi. Va biz ham bu yoqdan qarab turganimiz yo'q, o'quvchilarni doim nazorat qilib, savollarga javob berib, to'liq dastur tugatgunlargacha oxirigacha birga ishladik. Bu 9 minutlik darsi va o'quv dasturi haqida qoldirilgan 1144 ta o'quvchining fikrlarini siz ham ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Darsni ko'rish uchun ushbu qizil chiziq ko'rsatayotgan joyga bosing.